AQSh prezidenti qarorgohi Oq uyda UFC turniri o'tkaziladi. Aralash jang san'atlari bo'yicha eng nufuzli promotion UFC Amerika mustaqilligining 250 yilligi munosabati bilan o'zining Freedom 250 deb nomlangan turnirni Oq uy hududida o'tkazadi. Biroq ushbu turnirda qatnashishi kutilgan Conor McGregor va Jon Jones kabi MMA afsonalari ishtirok etmaydi. Turnirning asosiy jangi yengil vazn chempionligi uchun Ilia Topuria hamda Justin Gaethje o'rtasida kechadi. Yana bir asosiy jangda esa og'ir vazn toifasi vaqtinchalik chempionligi uchun Alex Pereira hamda Cyril Gane o'zaro jang qiladi. Shuningdek, turnirda Sean O'Malley, Michael Chandler, Bo Nickal, Derek Lewis kabi taniqli MMA jangchilari ham oktagonga ko'tariladi. Xabarlarga ko'ra, UFC ushbu turnir uchun $60 million sarflaydi, biroq bunga sportchilarning gonorari kiritilgan-kiritilmagani noma'lum. Oktagon Oq uyning janubiy maysazoriga o'rnatiladi. Jangchilarning o'zi esa prezident qarorgohi ichida mashg'ulot o'tkazadi. Vazn o'lchash marosimi bo'lsa, Abraham Lincoln yodgorligi fonida o'tkaziladi. Ta'kidlash joiz, AQSh prezidenti Donald Trump aralash jang san'atlari muxlisi hisoblanadi. Aynan u UFCda Oq uy hududida turnir o'tkazishni taklif qilgandi.